Assalamu alaikum. Kadirdan qarindoshlarım, vatandoshlarım, sabdoshlarim. Yaxshimisizlar? Men qarindishinglar Abdullajon Leylnaman. Washingtondan so'zlayapman. Intayin esil millatchi kurash inqilobga tayyor bo'lgan, o'zining hayotini, jinini, melini, vaqtini vatan millat uchun atagan, shaxsiy o'zini ko'rsatish yoki boshqa bir maqsadlarda da'vodan foydalanish uchun emas, millatimizning, xalqimizning navbatdagi yuzlanayotgan irqiy qirg'inchiligi, onalarimiz, singillarimiz, ochilarimiz, narsida qizlarimizning dafsanda bo'layotgan iffat nomuslarini qo'g'dash va ularni erkin, ozod, mustaqil yashash uchun mushaga to'plashgan barliq jangchilar, qahramonlarim, erkeklerim, yigitlerim, ustozlarim, inilerim, akıllarım, çoğun olsanlar atılarım, yaxşımısılar. Bir akşamınızı topumuzda yana ilgiriki uzungu suzulgan, ayıgı çıkmaydıgan bir devletinin ismi doğruluk münazirler başlanıp, lekin öz vaxtida ahırlaştı. Ustazımız Abdülhamit efendim, yani bizdeki harbiy generalimiz bu meselelerini nayet yaxşı oturup koyuptu. Biz nizamnamemizde devletinin ismini Uyguristan, Sızıqtatip, Şarkı Türkistan dep atayımız. Devlet azat bolğandan xalq özleri devletinin ismini nima dep atsa, xalq yoki saylam orqali yoki qurultay orqali belgilisi bo'ladi deydigan bir nizomnomani kirgizdik. Bu deganlik biz Uyg'uriston degandan qo'rqib ketib, Sharq Turkistonni qetib qo'yganimiz yoki Sharq Turkiston deyishdan qo'rqib Uyg'uristonni qetib qo'yganligimiz emas. Bu yerdagi masala hozir biz e'tirof qilayli va ya qilmayli, xalqimizda uzundan beri atilib kelayotgan Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston degan ikki atalg'u mayli biz yaxshi ko'rayli, yaxshi ko'rmayli, u mavjud. Biz mushundaq ismlar bilan davlatini atab kelayotgan bir millatning vakili bo'lgankanmiz. Xuddi bir oilada bir ba'zi bolalarning o'zining qo'ygan ismi bilan uning bir inglizcha nickname, bizcha bir akilatma ismi bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash bir oiladami bir balani bir necha xil ism bilan atab qoldigan ahvollar bor, bir uljuliqlar biz bu yerda. Sharq Turkistonliklar, Uyg'uristonliklar biz. Shunga bu yerdagi masala hozir bizningki eng ko'ngil bo'ldigan, eng kuch sarf qildigan, eng qadrlaydigan va eng so'ydigan va uni eng oxirida bayrog'imizni opirib vatanimizga tiklab, xalqimizni haqiqiy ma'nidan mustaqillik erishtiradigan, nishon qilgan bu zamin mening, bu tuproq mening, mendan boshqa hech qanday kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruhning bu yerga hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan ideologiyaga, ya'ni ideyaga tayangan bir partiyaning atrofiga uyushyapmiz qarindoshlarim. Shunga bizning partiyamizning birdan bir maqsadi mushu ideologiya ostida, mushu ideya, mushu prinsip ostida butkul xalqimizni vücudumuz, kuchimizning yetishicha atrofimizga to'plab, partiya a'zolarimizning sonini 100 minglarcha, millionlarga yetkazgan chig'imizda biz ondan bu hatta texi davlat ozod bo'lishdan ilgari biz vatanimizning ismini belgilashdak bunday bir siyosatga aralasha olishimiz mumkin. Hozir emas. Biz oldi bilan bir kuch bo'lib, mushu abayman degan ideologiya, shu ideyaning ostiga yig'ilgan chig'imizda qandaqdir ilgirikidek Xitoydan Rossiya yaxshi, Rossiyadan Xitoy yaxshi, kommunizmdan demokratiya yaxshi, demokratdan kommunizm yaxshi degandek bundaq narsalarga hech aldanmaymiz qarindoshlarim. Faqatli deydiganimiz bu zamin mening, meningdan boshqa hech qandaq bir kuchning, hech qandaq bir sinfning, hech qandaq bir hokimiyatning bu tuproqqa hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan mushta bir ideologiyamiz bo'lsa, ham bo'lgan bo'lsa ilgari biz ilgirki to'kkan qonlarimiz va kurashlarimizni ana shundoq bilib bilmay dushmanlarimiz bilan sulh saloh qilib setib etmagan va qonlarimizni bekorga oqtirib biz bu davoni o dadimiz bizga qoldirib qo'ygandek, bizmi bolalarimizga, navrilarimizga, chavrilarimizga qoldirib qo'ymoqchi bo'lmaydik.
Şuna kardeşlerim bu kanını biz tökmesek işinimiz ki bizden balımız töküdü. Bizden balımız tökmese onun balısı töküdü. Demek biz tökeyle bu kanını ula azat yaşasın. Biz tataylı bu cepani ula rahat yaşasın. Biz kılaylı ukreşni ula tinç yaşasın. Biz tataylı bu cepani ula hatırcam yaşasın. Biz tataylı bu sergendalıkını ula vetini de kerindaşları bilen, tukkalları bilen ayrısıyla yaşasın. Biz tataylı bu misafirlikini ula tatmasın. Biz hayatımızdan geçemesek, biz mal mülkümüzden geçemesek, biz yaxşı durmuşumuzdan geçemesek, biz küçük rahatlarımızdan geçemesek, o halda şu men söylemen, men yürükümden söylemen, men kucaklayman, men bağrımı basıman, men hayatım bilen qoğdayman davatkan ballarımızı biz ölümü tutmagan bolamiz. Qandaq bir ata ana özünün perzentini düşmanının okudan hücumidan qo'g'dimayman deydi. Elbette deymiz hemimiz. Ama biz bilip bilmey balam için cenimni verimen davatimiz. Ama biz cenimizni belgili unumay ballarımızı can berishga qistavatimiz. Mana bu bizning qilayotgan inqilobimiz. Xitoy bizni milyonlarcha tajovuz qilib besib xalqimizni oshkor yushin holda turmalarga solab vatanimizni usti uchiq turmaga aylantiryapti. U quroli o'g'ashqa, hakimiyeti o'g'ashqa, uning davlati o'g'ashqa, armiyasi o'g'ashqa, tankisi, yadro qurollari o'g'ashqa u xalqimizni o'tkazsa, uning ishi harbiy harakat, ha? Bizning xalqimiz shu tuproqning egisi, xo'jayini bo'lganligi uchun Uyg'urlar o'zini qo'g'dash uchun dushmaniga qarshi harakat qilsa, uning pichoq tiqasa yoki uni o'ldirsa, ular terrorist bo'lamda. Dunyoda nima bunday tetiksiz mantiqi bo'lsin? Biz chet elda turibmi bir nomus qilmay vatanimizni mustaqil qilaman, dushmanga qurolli hujum qilaman degan gapni deyishdimi qo'rqyapmiz. Qilishga uyaqsi tursin, og'zimizni chiqaranmayapmiz, ham chiqaranmay keldik. Yeta. Pichoq so'ngak yetdi qarindoshlarim. Dunyoda men bundaq bir millatni ko'rmagan hech. Onasini, singlisini, ochisini, qizlarini dafsanda qilsa, ha? Ular yotadigan yerga erkaklarni tutib turmaga solab, Xitoyning manqa shu sesiq Xitoy erkaklarni ekirib, bizning onalarimiz, singillarimiz, qizlarimiz bosh ko'zini yuydigan, suvga tushadigan, tarindigan, ashundaq oilasiga chiqarib yotqizsa, hey, buni qandaq bir millatning o'g'lonlari ko'tara oladi qarindoshlarim? Qandaq bir millat mushundaq bir 21-asrda mushunga o'xshaydigan bir dunyo ko'rib boqmagan bir nomussizlikni, mushundaq bir shamanchilikni qanday yutyapmiz biz qarindoshlarim? Biz o'zimizni qandaq erkak deymiz, ha? Şu kızlarımızı, şu analarımızı, şu singillarimizni dushmanninki dafsanda qilayotgan şu qilmishidan ularning iffat numusini qo'g'dash, ha? Ularni hör, azod yashatish bizning diniy majburiyatimiz ekan-ku. Bizning bir millatning o'g'loni buni sifatimiz bilan qilish tegishlik birdan bir burchimiz ekan-ku. Bizning 3 vaqt tamog'imizmi harom qarindoshlarim? Kızlarımız, analarımız, singillarimiz ana shundoq dushmanning tapini ostida izzat, nomuslari, sharmi, hayolari dafsanda bo'layotgan shundoq vaqtda bizning xotirjam talati tamoq yeb yetishimizning o'zi bir nomus. Qarindoshlarim, fursat kelyapti. Xitoyning bu paskinligi, iflosligi, dinsizligi, iymonsizligi, xudosizligi, ha, hatta bir insan kelibidan chiqqan mangadiganlar 4 puti va bu ustaldan boshqa 4 puti odamning hammani yeydigan bir iflosligini biz dunyoga og'iltanmay kelgandik. Dunyoga Xudoyim Alloh kuchlikan anglatdi. Xitoyni ko'rsa 1800-yillarda Amerikaliklar etining burnini bo'yindagi yog'liq bilan etib oladi ekandik. Xitoyning vabo kesili yuqmasin deb mana shu kunga qaytib keldi dunyo qarindoshlarim. Bu komünist hakimiyet ve onun insan kılıbından çıkan dinsiz, hudasız bulup ketken bu milleti bütün dünyaya vahimi siliş arkalık dünyani besiremcan kılganda görüngünü bilen emniyette iktisadi cihetten ve bir milli kadir kıymeti cihetten bütün dünyada sesidi. Acizlaştı kardeşlerim.
Biz düşmanımız bizge çıkıp halkımızı puhraç kiyingen şu yerdeki yerlik halkımızı kırıvatsa biz onun karşı ipbagan hareketlerimizni yıllardan beri nimdedik. Bir yerde bomba partılsa ya ki bir Xitay bıçak tıkıversin nimdedik biz. Numus kılmay. Onu Xitaylar özü hesap çıktı. Bizden halkımız onda. Vay senin halkımı bir akıdım dumulap üstüne çıkıp kalsa. Ha düşman sana şunçilik bizim işesi onu öldürse ne bir şey olmaydı ki? Kaçangıcı biz bir adam seni öldürüp atama dese onun çıralık kempittenler tatlık yapıp belki kullandı bu işini. O kan töküp kurban verip bizni bir savaldı. Onun niyeti de. O özününki bizden memleketimiz bir savagan Xitay askerlerini özününki kahramanları deydi. Ma İngilizce'de one nation is terror, another nation is hero degan gap var. O deganlik bir milletninki terörisi, ikkinchi bir milletning kahramanı degan söz. Men bu milletimizni şahsen meni Xitay terörchi desa, men intayin faxrlanaman. Shu chaqda men bu milletning askari qahramoni bo'lgan bo'laman. Men ayta bo'lanmoqlik. Lekin Xitoychi hech qanday Xitoy qarshi kurash qilishni oshkor o'tirib qo'yolmaydigan. Xitoyga yumshoq siyosat qo'llanib, bir Xudoyim kunlarni bir oliy atmaya berib qolsa, yana boshqa qo'lamaylik deydigan bir qism Uyg'ur davosini o'ziga qalpoq qilib olgan, intayin yumshoq siyosat qildiganlarni televizorga chiqib, ularni terrorist deb atayotdi. Nimishqa terrorist deydigan bundaq bir sharaflik nomni puchaklashtirib bordi. Aslında bu terörist degan nam qo'liga qoralagan, boshqalarni uxlatmaydigan, kechasi ularni qo'rqitadigan, ismini anglasa yurak titraydigan, hatto bolalarga "Voy Ablajon keldi" desa, bolalar uxlab qoladigan manda bir narsani terrorist deydi asli. Unda Xitoydan kishilik huquq talab qilamiz deb, ulardan oliy avtonomiya talab qilamiz deb, inson haqlarimizni, voy unda bo'lsa bizning inson haqlarimiz o'ngshilib, maktablarimiz Uyg'urcha bo'lib, ha, qizlarimizning ishkirga menishlar turilib, lagerlar taqilib, masjidlar ochilib, mashrablarga yo'l qo'yilib, usullarimiz, naqshlarimizni aytib, muqomlarimizni to'lsak, shuning bilan bu Uyg'urning da'vosi tugamda? Yo'q. Burunmi tugamagan, buningdikimi tugamaydi, hozirmi tugamaglik. Bizninki jidilimiz hech qachon men qijilinib qoldim, naqsh aytolmadim, namoz o'qolmadim, usul o'ynamadim deydigan da'vo emas. Mazmun mening, menda onangning haqqi yo'q. Qanday kelgan bo'lsang, shinglik ko'pagini ko'tarib shundan chiqat. Bu misini o'ltirib, o'ligingni to'ng'iz tashlab turib iflos Xitoy deydigan da'vo bu. Bu Xitoyninki ichida yaxshisi, yomoni yo'q bularning. Vatanimiz tuprog'iga yutkab chiqqan Xitoyning hammasi tajovuzchilar. Ular Urumchi voqeasida buni isbotladi. Tamoq yegan ha, şu bizning mahallimizda mo'zdizlik qilgan, shu yerda yog'ochlik qilgan Xitoylarni ochlar chiqib, bizning xalqimizni o'ltiryotdi, qiryotdi, so'layotdi, tutyotdi qarindoshlarim. Bizning da'vorimiz mana bu da'vo. Sen çık bu tuproqdan. Bu tuproq menga mansub. Mendan boshqa hech qanday bir guruh, hech qanday bir sinf, hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan ideologiya ostiga yig'ildik. Shunga qarindoshlarim, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga a'zo bo'lib kiringlar. Sizlar a'zo bo'lib kirib ko'paygan chig'inglarda biz birlikda kuchaymiz. Biz Uygurlarla emas, hatta dünya siyasetine tesir gösterdik kuşuyumuz kardeşlerim. Biz halkaralık kanunlar için, ben halkarada kanun okugan, vatandimi kanun okugan ben. Gipimge işininglar, hiç kandak bir halkaralık kanun bizden taşkırda asker kuruşumuzga ve ulanı korallandırışımızga hiç karşı durmaydı. Eğer biz bir milletke ya ki başka dinle hücum kılmasak. Şuna kardeşlerim, yeter. Vakti geldi. Endi birbirimizni ayıplaydigan, o'zaro so'qishadigan vaqtimiz tugadi. İttifaqlashmagimiz lazım. İttifaqlashganlik deganlik meninkini angla deganlik emas. Mayli qaysi shaklda ish qilsak qilayli. Mayli kishilik huquq da'vosi qilganlar bo'lsin, mayli inson haqlari qilgan da'vo qilganlar bo'lsin. Hatto Uyg'urning dutta tambirini isib, oshxona ochgan, restoran ochganlar bo'lsin. Hemmimiz meyli nimiz qilsak qilayli, milletning davosini har xil shaklda angltayli. Men ilgari so'zlab kelgan qarindoshlarim, birlik degan yomon tatliq anglanadi. Agar birlikni Xudoyim bizni 5 barmoqimizni 5 ayirib yaratgan, bir talq yarasini yaratdi. Lekin bu 5 barmoq 5 xil harakat qilib, vaqti kelgancha u yig'ilib mushqa aylandi deb so'zladim. Bu to'g'riliq maqolim yozdim, she'rimi o'qidim o'z vaqtida.
Biz muş beş parmaktak beş kıl hareket kılaylı. Ama vaktani vakt kelgen çağda düşmanımızga karşı bir muş olup jıgılaylı. Onu jıgıdıgan bu tomu, bu vatan minin, bu zemin minin. Menden başka hiç kandak bir küt, hiç kandak bir sınıf, hiç kandak bir hakimiyetin hükümetin kılışıga mutlak ruhsat yok deydigan şu argı jıgılgan tomur olsun. Kerindaşlarım, işiningla dünya tarihiga nazar salsak her vakit kuchliklar ojizlarni besib oladi. Hech qanday bir vaqtda bir millatni o'zidan ojiz bir millatga besib olmaydi qarindoshlarim. İki narsa var. Birisi u bek kuchli bo'lgandan besib oladi, yana birisi shu besilgan mustamlikaga aylangan millat ahmoq bo'lganligi uchun o'zidan ojizligini besilib qoladi. Ammo tarixga nazar salsak, ojizlar davomli kuchliklar ustidan g'alaba qilib, davlatini mustaqil qilib, ozod, hur, mustaqil yashayotdi. Bunu men demisem tarix degan oldimizda turibdi ayni butun dunyoning mustaqillik tarixiga qarab yiqinglar. Biz müstakil oluşumuz işenmemiz lazım. Biz bu Xitayni qo'g'lab chiqishga ishonmagimiz lazım. Bir adam jinidan to'ygan bir adam ko'chaga chiqib, vaqirab, jaqirab, pichoqni ko'tarib chapsa, bir shaharning xalq qochidi. Chunki bir sarang o'limga tayyor qarindoshlarim. Bir ölümden korkmaydigan bir adamdan ishonmasanglar, ko'cha hozir mushgibini anglab chiqiblar, pichoqdan ko'tarib, birini ko'tarib ko'chaga chiqib qolganlar. Butkul adam sizlardan qochidi. Chunki haq biz tarafda, u zaminning egisi biz. Bizning bir adımımız onun 100.000 askerga teng keladi. Chunki ularda unda bir haqiqat yo'q. Haqiqat bo'lmagan, keynida haqiqatga ishongan va cho'ng bir ishongan Xudosi Alloh so'nmagan bir askarning hech qachon bir hukmronlik yoki zo'ravonlik yoki g'alaba qilish kuchi bo'lmaydi buning ishonlik qarindoshlarim. Bu bizda bor. Biz birleşmemiz lazım. Bu da birleşken çıkımızda kömsem pişamı, yapsam pişamı dep emas. Biz küreş kılıp meyle küreş kılımız. Tuxumni mu taşqı uğan neydi var deydi konular. Ama tuxum çıkıldığanlığını bilip durup özünü taşqı urduğun vaklar var. Çünkü tuxumның taşta deydi var arkadaşlarım. Biz yenemiz bu Xitayni. Biz qo'g'lab chiqaramiz bu Xitoy tajovuzchilarini mamlakatimizdan. Buningga ishonmagimiz lazım. Biz ishonmasak, ishoninglar ki hech kimni ishontirolmaymiz. Shunga Xudoyim hammanglarni o'z panohida saqlasin. Allah'ın güzel salamları olsun. Yaşasın Uyguristan Cumhuriyetçiler Partisi, yaşasın Uyguristanlıklarının ittifaklığı ve müstakilliği. Köpçülük rahmet.